Siz 140 ming so'mdan mana shunaqa tunuka fon qilgizgan bo'lardingizmi yokida arzon materialdan boshqa patolog qilgizgan bo'lardingizmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz bu xizmatimizni Andijon viloyati Semashkada xudo xolasa ichkari shapka, ko'cha shapka darvozaxonalarini chiroyli qilib tunuka fon qilib berdik. To'g'rirog'i yakuniga yetkazmoqdamiz. Xo'p, xonadoningizga agar tunuka fonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Like bosib, bu videoda aynan uyga tunuka fon qilmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'ysanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Diqqat qilib turasizlar. 1 kvadrat tunukamizni bu xonadonimizga 140 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ishlatgan materialimizning kvadratiga pul olinadi, joyning kvadratiga emas. Aytishimizning sababi joy tekis holatdagi kvadratdan tunuka fon bukilishi qalilishining hisobiga ko'proq ketadi. Shuni inobatga olib biz bilan bog'lansanglar, xudo xolasa kelishib olishimiz osonroq bo'ladi. Qadrdonlar, bizda yangilik Sirdaryo, Jizzax, Samarqand bo'ylab ham xudo xolasa filiallarimizni tashkillashtirdik. Asosan vodiy bo'ylab ishlar edik. Hammalaringga rahmat. Like bosib, uyga tunuka fon qilmoqchilarga bu videolarimizni jo'natib qo'yishingizdan chiqmang. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.